Töyümlük ustazlar, hammanglarning yangi yili muborak bo'lsin. Hamsi ben tövende hammanglarning xo'shaligi uchun boshda bir ishga yumur deb beray. Ma bir akimiz balısını ishqi boribdi-da. Mana juga bir xalta uni akira. Va dada, qandaq markani akirma. Va qandaq marka bo'lsa bo'laverdi. Ammo baho talishib sen ezin akir. Bahoni manda talishsa qara, diginiga ko'tirib kirma. O'ttirdil ishki bilsa degan bahosini qoq yarim o'g'il so'raysa. 100 so'm desa 50 so'm qo'l so'raysa. Ha bo'ldi deb u sotadigan do'konga kirib bir xalta uni necha? Xaltisi 80 so'm ukam debdi, o'ttirdin ishigil bo'libdi-da bu. 40 so'm qandaq? Va 40 so'mga uni vermaydi. Olamayman-ki deb lumangan ekan, to'xta. Sen ma 40 so'm demegina bo'ldi. Men ma 80 so'm demay 60 so'mga olay. Desa 60 degan anglab 2 yil bo'libdi-da bu. 30 so'm beraymi? Va qo'poy, 30 so'mga meni beramdi. Ay mo'sha bir namratning balsi o'qas bo'pti asinat. Ale 30 so'mga berdim, ale desa 30 so'm 2 yil bo'libdi bu. Amsa 15 so'mga bering mani. Yani "Hey, bika qilamansa 15 so'm degicha. Ale, bika qilib beray bir xaltini." Desa, bikaga degan 2 ga bo'lamay, amsa 2 xalta bergan degan ekan. Rahmat. Keyf sapadın qo'l uzmay, askilik qilib, qima o'ynab, otasini qaqshitib, nacha arjgan bir bola 12-chi qavatga uyi buning. Keypali kiribdi-da binoviga. Kirsa deriz o'chiq, to'xta, derizni yeb ketay deb, endi berib, mendal ishtasi yepil ketgan derizga bu. Uyning mushu bulungdan aşağı yugurib beribdi-da. Bo'randek bagan peti bilan uribdi-ki, deriz teshigi ichil ketib, 13-chi qavatga past tushib ketibdi bu. Gar birden 5 töven, puti yuqur, o'ngga, dumga o'rilib, ömürde tovuq bakmagan nima? 6-chi qavatga kelganda bir tovuq qapti-da. Xudo! Mushu qitim saqoy faqa bir qitim. Saqlashdim odam bo'lib ketmayman. Qimma, pima, nacharlikni tashlab, o'ng shalmig'inimni ko'y. Saqlashdim odam bo'lganimni ko'y deb guppidi tushib, irg'ib qo'yib qarshi pechat bu. Hech kim bo'lmabdi-da. Aslan kiyimlarini qaqqash paq. Odam qo'rqanda nima demaydi, deydi keldi. Rahmat. An baya meni Ro'zaxon deb nayt o'zimning ismini to'lig'i bilan atab, shunda xo'sh qilibdi-da meni. Endi u bir ismga unchalik xo'sh ketadigan ish yo'q. Nemish desanglar? Meni ma'lamda o'sha Jog'istaylarda bir inson Ro'zaxon deb bakmaydi-da. Meninglar emas, umumyuzlik yerim ataydi-da. Dilmuratni dili, ilohunni ili, Zuhrullahni ziqa, to'xtasini to'qali deydi. Bir ağaynam tutilib, endi bu biramdan ismini yerim attıqıca to'liq atasak, mushu eskilikni o'zgarsak mamday desam, bu yerda emas-ku, boshqa yerlarning yerim ataydigan qo'ydi bu. Qayerda yerim ataydi-ku? Sen o Şinjan televiziya istansiyasini CGTV deydigan qo'y. Öken televizorda Birleşken Devletler Teşkilatı demedi, BDT dedi. Aşılağım biz benim deptim ha, yerim atayımız deydi. Ay nemi desanglar, denglerde bu isim to'g'risida o'ylash baksam, bu sizlar sep samgan acayip bir qiziq isimlar var ki. İsmi o'zining xarakteriga, mijoz xulqiga uyup ketgan acayip singan bir isimlar var de. Meselenge haq bilan xo'shlashib yurgan bir cho'ng opamiz var. Qachonlar qasam ma'qulamcha, xo'sh xudoyim qaman aytib ketyapti. Xo'shlashib yurgan ismi Xayrigul deb qo'yganlar. Bazarga bakça 20 yılda to'xtab mangadigan bir ayol var. Eyat bir to'xtab, neyat bir to'xtab, 20 yılda to'xtab mangadi. İsmi To'xtugan yil ayol. 25 yıl udal ilmi mudurgan bir ayolimiz var. İsmi İlminur yil ayol. Şunda ihtiyatça bir akimiz var. Yapma mangsıma avayla hop mangadi. Akşami darvozga uyg'on qilibni sevtib, yani kaltaklarni to'g'ri qo'yib yotdi-da. Mundaq ihtiyatchan ismi Hizi bo'lilqiniki. Ay şu pulning gapini qilgan bir akimiz var. Pulning gapi og'izda-da. Kela akam yog'ochni ko'tirishdi, ayqin etsang, necha bersa, deydi. Ya falanning traktori 3 qapta jiri ishtirish desang, necha berdi-ki deydi. Pulning gapi, ismi Isropul deb qo'yilgan. Qachonmi qarsan,
Үйгізді қақиып отырған бір аял бар. Пәс түкемейсен де. Үйгізді да қақиып отыр дейді аял. Ісімі Хауагүл. Маңдағы бір жаңа бар. Гүс. Баштан маңдағы бір аял бар. Гүссін деп ісімі. Урық, егіз бір жоңапан ба, бойылдар инчек турниса деп. Қолы судан шықмайдыған бір жапакеш әдіміз ба, қачалды қарсаң кір жуатқан, ойынып келсең жұң жуатқан, ішкіп қолы судан шықмайды да, ісіме білік қыз елқай алын. Мұшы ғәріп саятының киносын көрдіған бір аял ба. Башқы кино көмейді, сұны көңіні кино көреді де, ісіме Маймунем елқай алын. Рахмет Намашбулла, әмісен айт ярашқан, чырайлық, güzel, ұмақ қысымла. Әбопта Камалдысын, Жамалдысын, Амангүліні амандысын, ішқылып немдістісін, мұшы әзіз халқымыз, әміміздің вақтығы бір аман болсын. Рахмет.